Istanbuldan hammaga salom. Bugun nima qilamiz? Bugun shu jo'ramga mototsikl haydashni o'rgataman. Noldan o'rgataman. Shu vaqtgacha umuman mototsikl ruliga ham o'tirib ko'rmagan, mashina ham ruliga o'tirib ko'rmagan. Qiziqarli video bo'ladi degan umiddaman. Hozir bir maydon topishimiz kerak, ya'ni bu yerlarda o'rgatib bo'lmaydi. Qani ketdik. O'rgatishga ham joy topdik. Oxiri aynalib keldik shu yerga. Noldan tushuntirishga harakat qilaman. Mototsikllar. Mana ochiladi. Bu yerdan yurg'iziladi. Bu olli tormoz. Tushunaysan, sen ham qarab tur. Faqat video gapirganim yo'q, sen ham gapiryapman. Bu mufta. Stepleniya nima deydi otini? Mufta. Bu yerda skors bor. Bu bir pastga, qolgani tepaga bo'ladi. 1 bilan 2 ni o'rtasida xalostoy bo'ladi. Hozir 1 da turibdi. Tepaga qilgandan keyin mana shu hozir xalostoyga o'tdi, yanaqisi 2 ga o'tadi. Qani o'tirchi. O'tir joylashdingmi? Hozir 1 da turibdi. Mana 1 da. Nimani? Shuni tepaga qo'yibdi. Mana uni oyoqda yig'ishtir. Shu nima bor? Pastga qarasang ko'rinadi. Shu narsani oyog'ing bilan tepaga nima qilasan? Shunday. Mana nolga o'tdi, xalostoyda, neda. Endi yurg'izadigan joy shu yerda. Bu. Yerda motor yurib turibdi hozir. Hozir yana gaz bos. Gazni ko'r. Qanday bosilishini. Bitta qo'yib yubordi. Gaz aralig'ida mana yerda bo'shliq bo'ladi, mana hammasida bo'ladi u. Ozgina. Ko'rdingmi? Mana shu yerdan keyin bosilaman. Ha, 2,5 mingni ushlab turchi. Bir tekisda ushlab tur. Gazni tashlab yuborma. Ushlab turishga harakatda. Ushlab tur. Qo'yib ver. Endi yana 2,5 mingga chiqar. Chiqar bos. Bo'ldi, qo'yib ver. Bu mufta, Shahboz. Mufta. Buni bosganingdan keyin skorga solishing kerak. Mana bu oyog'ingni, mana shu narsa skor. Tushundingmi? Buni pastga bosganingdan keyin 1 ga tushadi. Hozir 1 ga bosasan, keyin muftani hozir qo'yib berdi buni bitta. Muftani keyin asta sekinlik bilan qo'yib berasan. Qo'lingni olib turgin. Men senga o'rgatibdi. Mana asta sekinlik bilan qo'yasan. Mototsikl yurib ketgandan keyin oxirini qo'yib berasan. Sen qo'yib yubormaysan umuman. Sen hali yurib keta olmaysan birdaniga. Tushundingmi? Mana shu narsani qo'yib bergan, sal qo'yganingdan keyin ushla, mana shuni men senga hozir o'rgataman. Ushla. Pastga bos, 1 ga tushadi. Pastga bos. Bos, qattiqroq bos. Ha, 1 da. Mana shu ekranlar 1 ga keladi. Nimani yoqaydingda? Ekranni yoqib turaylik, ko'rinsin. Ko'ryaptimi? Ha, ko'ryapti. Ha, faralar yonni. 1 ga tushdi. Hech narsa qilmaysan, hozir oyog'ing yerga qo'y. Ikkovini ham. Sen baribir hozir keta olmaysan. Gazga bosmay tur, muftani asta qo'yishni boshla. Birdan qo'yib yuborma. Muftani asta qo'y. Ha. Mana. His qilyapsanmi ketishini? O'z gazga bosmasang ham muftani bos bo'ldi. Bos. Ha. Tushundingmi? Qayerda o'zi mototsikl qaltiraydi. Asta qo'ygan vaqt. Ana shu vaqtda ozgina gaz bosishingga to'g'ri keladi. O'shandan keyin mototsikl yurishni boshlaydi. Sal yurg'iz hozir. Umuman qo'yib yuborma lekin. Eshitdingmi? Mana shu yur.
To'xta. Muftani bos. Mabodo tezlashib ketsang ham, muftani umuman qo'yverma. Eshitdingmi? Muftani qo'yvermasdan ana shu oldi tormiz. Bu oldi tormiz, o ya'ni oldi tormiz bosish ya'ni bo'lmaydi, yiqitadi. Arqa tormiz bosasan, iloji bo'lsa, to'xtamay qolsang, oldini bosasan sekinlik bilan. San yiqitadi bu oldi tormiz. Arqa tormiz bu tarafda. Mana shu arqa tormiz bo'ladi. Bu oldi tormiz. Hozir muftani chiqarak-da. Tepaga ko'tar shuni. Hozir 2 ga o'tdi. Birdaniga 2 ga o'tib ketdi mana. Ha, endi o'tdi. Muftani qo'yib ber endi. Qo'yib ber, turadi. Motorni yo'qis. Ro'zing. Muftani bosding, birga solding. Birga soldi. Asta muftani qo'yib ber. O'l to'xta. To'xta. Tormoz bos. Tormoz bosmayapsan lekin sen. Ha, halostoychi? Ha, halostoy mana uni tepaga nima qilsang halostoy bo'ladi. Mana birinchi skorda-ku hozir. 0 ga surish kerak? Ha, 0 ga. Halostoy bo'ldimi? Asta muftani qo'yib berchi endi. Bo'ldi. Ha, tur. Birdaniga qo'yib berma, u 0 ga ham, u n ga ham ishonma. Tushundingmi? Asta qo'yib berishga harakat qil. Chiqmagan bo'lishi mumkin. Birga sol. Pastga, to'g'ri. Asta qo'yib ber. Endi yurishga harakat qilamiz endi. Yur. Asta. Sekin. Ozgina aylansin, nimaligini ko'rsin buni. Mototsiklda. Buni og'irligi bor. Astalash. Muftani bos, tormoz bos bo'ldi, astalash. To'xta. Tormoz bosyapsanmi sen o'zi? Tormozga ham bosgani yo'q-da, oyoq bilan to'xtayapti. Ikkita tormoz bor, qo'lingda ham, oyog'ingda ham bor. To'xtatishga harakat qil. O'zi gaz bosmasa ham hozir ketyapti-da. Muftani qo'yib yubordingmi? Nima qiling? Chiqardingmi? Birda turibdi. Halostoychi? Ikkiga o'tdi-yu. Ha. Asta qo'yib berchi. Ha, bo'ldi. Birga sol. Asta, hayda. Tezlashma. Mashinaga kirib ketib qolmasak bo'ldi chiqib. Bugun. Sal burib, ha. Yaxshi. Hayda. Hayda. To'xtama. Muftani sal qo'yib ber. O'chib qolmasin-da. Hali muftani qo'yib bergani yo'q umuman. Ozgina qo'ygan, shu gazga ham bosgan, shu turish ketyapti. Yaxshi, hayda. Bo'ldi, bitta to'xta. Tormoz bilan to'xtachi, arqa tormoz bilan to'xta. Arqa bilan. Yaxshi. O'chirchi endi.
Ha, xolostayga oldin. Hali bor. Oyoqni yaxshilab joylashtirish yerga. Ha. 2 ga o'tib ketdi. Yana 1 ga o'tib ketdi. Asta. O'tdim, asta muftan qo'ychi. Ha, normal. Bo'l, oyoqni och. Oyoqni och. Tushchi bitta. Ha, qayerdan ko'r. O'ymas. O'ymas. Mana. Ha. Motorni o'chir. Shu muftani qo'yib yuborishga harakat qil. Maylimi? Hozir ponna mufta bilan yuribdi bu. Mufta ham sasib ketmasin keyin tutib. Yurg'iz. Men sen qancha minasan, ey? Tushda bitta boshqasidan minna. To'g'riman? Oyog'imni nima qilman? Yana shunday qilyapti. Ha, oyog'i, ha, shunday kut. Ja, uncha emasdiki, mayli. Yurg'iz. Birga soldi. O'zi aytmasam haydashni boshladi o'zi. O'rgandi. Ya gaz bosma. Sen shunday haydab bir o'rganganda. Joyimiz bitta kichkinada. Bir. Hayda. Muftan ozgina qo'yib ber. To'xtachi riski, arqa tormoz, ha. Ha. Asta. Nima xalasta yo'q? Oyog'ini o'shaga o'rgatdi, Ha. Bo'ldimi? Nuqtani qo'yib berding. Bo'ldi. Normal. Men bunday kutmadim, bu uchib qoladi o'yladim men boshida. Bu birdan haydab ketdi, men hozir shokda. Ha, birga sochi. Aha, birga tushdi. Hayda. Ya u gazni bosib ketma, asta muftan qo'yaveraversan, hali bor. Aha, hayda. Muftan asta qo'yib. Bitta yurgandan keyin oyoqni yerdan uzib, bunisi oyog'ini ham joylashtir. Yaxshi. Chiqib tushmasa bo'ldi. Normal. Bu yaxshi. O'zi ancha tezlashib ketding-ku, muftan asta qo'ysang ham bo'lardi o'sha yerda. Normal. Bo'la shu tezlashdimi, muftan qo'yib ber. Qo'y. Burilayotgan vaqtda muftan ushla. Asta. Normal. Burilib bo'lganidan keyin muftan qo'yib bersang ham bo'ladi bemalol. Burilayotgan vaqti kerak. Chunki asta ketyapmiz. Normal. Gaz bosganing yo'qmi? Gaz bosmasdan ketyapti shunchalik. Normal. Shu joyimiz katta bo'lganda ancha zo'r bo'lardi-da. Bo'l, to'xtachi. To'xta. Tormoz. Voy, malades. Xolostayqa. Qandaymi? O'chircha. Oyoqni och. Ya, o'chirsang ham bo'ladi. Bo'l, oyoqni och. Tush endi. Tush bo'l. Bu birinchi marta aytyaptim. Men hozir shokdaman. Birdaniga bu rezultatni kutmoqdim bu baladan. Yaxshi.
Birinchi darsimizni ham oxiriga keldik. Men bu boladan bu nimani kutmadim. Birdaniga haydab ketishini. Tez haydab ketdi. Ikkinchi darsda o'zi birdan ikkiga olishni o'rgataman. Hozir birinchi skorda o'zi gaz bosmasdan yuribdi. Gaz bosib, ikkinchi skorga o'tkazishni o'rgataman. Bu videomiz ham oxiriga keldik. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Boshqa videolarda ko'rishguncha.